Salom barchaga 12-kanal nomidan. Qani tezroq joy oling telefonning yonidan. Bugungi suhbatimiz Yaponiya haqida. Yaponiya faol vulqonlar, yer silkinishlari va tsunamilar mamlakati. Milliy meteorologiya agentligi har kuni iqlim bilan bir qatorda tayfun hamda suv toshqinlari prognozini, shuningdek seysmik xavf mavjud bo'lgan hududlar xaritasini ham e'lon qiladi. Ammo yaponiyaliklar Tinch okeani mintaqasidagi seysmik faol hududda yashashga ko'nikib qolishgan. Balki aynan shu sababli ham Yaponiya bugungi kunda tabiiy ofatlarga tayyorgarlik darajasi bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turar. Ular buni qanday qilib uddalaganlar? Do'stlar, keling, bugun siz bilan birgalikda yaponlar tomonidan mamlakatni tsunamidan himoya qilish uchun qurilgan 400 kilometrlik to'siqqa nazar tashlaymiz. U 2011-yilda sodir bo'lgan va 20 ming kishini hayotdan olib ketgan, yadroviy halokatga sabab bo'lgan dahshatli tsunami va yer silkinishidan keyin himoya sifatida qurilgan. Yaponiya Tinch okeanida joylashgan orol mamlakat. U rivojlangan iqtisodiyotga ega va butun dunyo sayyohlarini o'ziga jalb qilib keladi. Ammo kunchiqar mamlakatni yerdagi jannat deb o'ylasangiz adashasiz do'stim. U o'ta dahshatli falokatlar epitsentri hisoblanadi. Yaponiya mamlakat hududida geologik omillarning bir nechtasi jamlangani tufayli ham tabiiy ofatlar o'ta ko'p sodir bo'ladigan joyga aylangan. Bu yerda yer silkinishlari tabiiy holat, vulqonlar otilishi tabiiy holat, tayfunlar kelishi tabiiy holat, tsunami va suv toshqinlarining sodir bo'lishi ham tabiiy holat. Tabiiy ofat global texnogen fojialarga ham olib keladi. Bunday fojialarning eng mashhurlaridan biri Fukushima 1 atom elektrostansiyasida yuz bergan ulkan radiatsion avariya edi. Yadroviy halokatga 2011-yilning 11-mart kunida sodir bo'lgan yer silkinishi, uning ortidan kelgan tsunami sabab bo'lgan. Aynan mana shu kuni Honsyu orolining Tohoku hududida 9,1 balgacha bo'lgan yerosti silkinishlari qayd etilgan. Oradan taxminan 10 daqiqa o'tib, qirg'oqqa balandligi 15 metrni tashkil qiluvchi tsunami to'lqinlari yetib kelgan. Suv toshqini yer silkinishidan omon qolgan binolarni sidirib ketgan. Sendai aeroporti suv ostida qolgan. Fukushima 1 atom elektrostansiyasi sodir bo'lgan va maksimal ko'rsatkich yadroviy hodisalar shkalasi bo'yicha 7-darajani qayd etgan halokat odamlarni dahshatga solgan. Orolning suv ostida qolishi oqibatida AESning tashqi energiya ta'minoti yo'qolgan. Shundan keyin ichki zaxiraviy elektr ta'minoti uchun javob beruvchi uskunalarning aksariyat qismi ishdan chiqqan. Texnik suv ta'minoti tizimi buzilgan. U asosiy suv tizimi uchun javob berardi. Oradan ko'p vaqt o'tmay atom elektrostansiyasi boshqaruvining blokli to'siqlari ham ishdan chiqqan. Uyali aloqa tizimi uzilib qolgan esa xodimlarning uskunalarni nazorat qilish va kompyuter tizimlarini boshqarish imkoniyatidan mahrum qilgan. 12-mart kuni esa soat 15:36 da birinchi reaktorning faol hududida sirkon reaksiyalari oqibatida hosil bo'lgan vodorod portlagan. Xodimlar navbatdagi portlashlarning oldini olish maqsadida o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib, boshqa reaktorlardagi bosimni chiqarib tashlashga harakat qilishgan. Ammo bularning hech biri yordam bermagan. Sababi halokatli sovutish uchun javob beruvchi mustaqil kondensatorlarning izolyatsiya holatida buzilib qolishi ehtimoli nazarda tutilmagan edi. 14-mart kuni esa soat 11:01 da 3-energoblokda ham portlash sodir bo'ladi. 15-mart kuni soat 6:10 da esa 4-reaktor portlab ketadi. Keyinchalik portlash hodisalariga 3 ta yadroviy reaktordagi yoqilg'i stерженlarining erib ketgani sabab bo'lgani aniqlangan. Havoga zaharli moddalarning chiqib ketgani qayd etilgan. Umumiy hisobda atmosferaga 900 ming terabekkarel miqdorida radiofaol moddalar chiqarilgan. Ular orasida I-131, Cezi-137, Stroniy 90, transuranlar ham bo'lgan. Hukumat Fukushima 1dagi halokat tufayli 74 milliard dollar miqdorida zarar ko'rgan. Tabiiy ofatdan ko'rilgan umumiy zarar miqdori esa 300 milliard dollardan oshib ketgan. Eng optimistik prognozlarga ko'ra, yadroviy halokat oqibatlaridan qutulish uchun Yaponiyaga kamida 30-40 yil vaqt kerak bo'ladi. Ammo shundan keyin ham mintaqa odatiy hayot tarziga qayta olmaydi.
2011-yil fojia sodir bo'lgan vaqtda Yaponiya sohillari chizig'ining 40% qismiga dengiz to'lqinlari, tsunami va to'fon oqimlaridan himoyalanish uchun mo'ljallangan damba qurilgan edi. Ammo to'lqinlarni to'xtatib qolishi kerak bo'lgan damba bunday qudratli va kuchli tabiiy ofatlarga bardosh bera olmasdi. Teoretik jihatdan Miyako shahri Tarako tumanini to'lqinlarga qarshi qurilgan 10 metrlik damba himoya qilishi kerak bo'lgan. U balandligi 8 metrgacha bo'lgan to'lqinlarga bardosh bera oladigan qilib qurilgandi. Ammo to'siq balandligi 15 metrga teng bo'lgan tsunamining oqimiga dosh bera olmagan va tabiiy ofat qudratiga mag'lub bo'lgan. Sendayni ham balandligi 4 metrli to'lqinlarga mo'ljallab qurilgan 6 metrli himoya devori qutqarib qola olmadi. Tabiiy ofat uylarning tomlarini yuvib ketdi, binolarni vayron qildi, avtomobillarni ezg'izib tashladi va chilpirak qilib yubordi. Ko'chalar uy jihozlarining singan bo'laklari va maishiy texnika vositalari bilan to'ldi. Ishonchli himoyaga ega bo'lgan shaharlar esa bunchalik zarar ko'rmadi. Buning eng yorqin misoli Fuday qishlog'i bo'lib, uni balandligi 15,5 metrli damba saqlab qoldi. Fojia sabablari va oqibatlarini tahlil qilish natijasida ushbu muammoning yagona yechimi Tinch okeani mintaqasidagi quruqlikni dengizdan ajratib turadigan ulkan devor barpo qilish bo'ladi degan qarorga keldilar. Ammo loyiha amalda bir qarashda ko'ringani kabi oddiy va oson emasdi. Honsyu orolining shimoliy sharqiy qirg'og'i bo'ylab buyuk yapon devorini qurishga qaror qilganlaridan keyin hukumat buning uchun 12 milliard dollar miqdorida pul ajratib berdi. Muhandislarning qarshisida ehtimoliy gidrostatik va gidrodinamik bosimni baholash, to'lqinlarning xususiyatlari va mexanizmlarini hisobga olish, ularni ta'sir qilish turidan kelib chiqib balandlik diapazonlarini hisoblab chiqish vazifasi turardi. Loyiha avvalgi suv toshqinlari va qayd etilgan tabiiy ofatlarga oid gidrografik ma'lumotlar jamlangan tarixiy qaydlar asosida yaratildi. Jarayon davomida hisoblashning nafaqat tahliliy usullari, balki fizik modellardan foydalanishga asoslangan tadqiqotlar ham amalda qo'llandi. Jumladan, muhandislar Londonning UCL universiteti mutaxassislar tomonidan yaratilgan Yevropadagi eng katta tsunami simulyatori, gidravlik tadqiqotlar uchun mo'ljallangan HR Wallingford stansiyasi imkoniyatlaridan ham foydalandilar. Har bir mintaqa uchun qurilajak to'siqning balandligi matematik hisob-kitoblar va kompyuter yordamida modellashtirish usuli bilan alohida aniqlandi. Buning natijasida Iwate prefekturasida balandligi 15,5 metr, Miyagi prefekturasida 14,7 metrli, Fukushima prefekturasida 8,7 metrli, Ais Hamaoka hududida esa 22 metrli balandlikka ega damba qurishga qaror qilindi. Yaponiyadagi asr qurilishi 2015-yili boshlab yuborildi. Quruvchilar avval konstruksiyalarning 600 ta elementini tayyorlab olishlari, keyin esa ularni birlashtirishlari kerak edi. 2018-yilda Yaponiyadagi mo'jizaviy damba qurilishi o'z yakuniga yetdi. Bugungi kunda tsunamidan himoya tizimi o'zida qirg'oq bo'ylab 400 kilometrga cho'zilgan ulkan dengiz dambasini aks ettiradi. Uning mustahkamligi 25 metr chuqurlikka o'rnatilgan poydevor bilan ta'minlangan. Bunga qo'shimcha ravishda konstruktiv barqarorlik ko'rsatkichlarini, gravitatsion to'lqinlarni qisman yutuvchi va gidrostatik kuch o'rnini to'ldiruvchi geotekstil membranali mustahkamlangan ichki to'siqlar ham oshirib beradi. Konstruksiya keng asos qismi va dambadagi beton bloklarni birlashtirishning maxsus tizimi uning mustahkam bo'lishini ta'minlagan. Ammo bugungi kunda Yaponiya yutug'iga aylangan 15 metrli Tinch okeani devori bir vaqtning o'zida xavf omili ham hisoblanadi. Olimlarning bu boradagi fikrlari ikkiga bo'linib qolgan. Ularning bir guruhi devor kelgusida sodir bo'ladigan tsunamilarning oldini olish, infratuzilma va odamlarni himoya qilishi, hech bo'lmaganda aholini evakuatsiya qilish uchun yetarli vaqt berish aytishmoqda. Ikkinchi guruh vakillari esa konstruksiya soxta xavfsizlik hissini paydo qilganini tasdiqlamoqdalar. Tabiiy ofat yuzaga kelgan vaqtda u aholining g'aflatda qolishiga olib keladi. Shuningdek, ulkan temir betonli to'siq tsunamining kuchini yanada oshirib yuborishi ham mumkin ekan. Avvaliga to'lqinlarni to'sib turgan devor oqimga bas kela olmasdan qulaydigan bo'lsa, suv vayronalari orasidan quruqlikka juda katta kuch bilan chiqadi.
Bunday oqimdan esa qochib qutulish mumkin emas. Mahalliy aholi vakillarining ham nuqtai nazarlari turlicha. Ularning ayrimlari ulkan damba navbatdagi fojia vaqtida oila a'zolari va minglab odamlar hayotini saqlab qoladi deb hisoblaydilar. Ayrimlar esa unga qamoqxona devori deb nom berishgan. Damba haqiqatan ham odamlarga okeanni ko'rishga imkon qoldirmagan. Mahalliy odamlarning hayot tarzini o'zgartirib yuborgan. Baliqchilarning an'anaviy ov bilan shug'ullanish imkoniyatlaridan mahrum qilgan. Bundan tashqari yaponlar ushbu damba mamlakatni sayyohlar ko'z o'ngida xunuklashtirishi va turizm ortidan keladigan daromadning kamayib ketishiga olib keladi deb hisoblayaptilar. Ularning qay birlari haq ekanligini esa vaqt ko'rsatadi. Har qanday holatda ham ushbu damba o'rnini bosa oladigan hech qanday g'oya taklif etilganicha yo'q. Sizningcha bu boradagi fikrlaringiz qanday? Temir betonli devor to'lqinlarning balandligi 30 metrga yetgan holatda mamlakatni tabiiy ofatdan saqlab qolishi mumkinmi? Siz bunday holatda qanday g'oyani o'rtaga tashlagan bo'lar edingiz? Javoblaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Ko'rishguncha.